farosat yo'g'rilgan ey aziz diyor, mehrdan tug'ilgan ey. Assalomu alaykum. Biz ana bugun juda ham xursandlik sababi ko'chamizga ikki havo mashina chaqil keltirib Iskandar aka bir homiyimiz bor ekanlar, saxovatli ish. Shu kishi tomonlaridan mana chaqil to'ktirildi. Juda ham xursand bo'ldik. Albatta qishda biz bolalar bilan qiynalib, maktabga borib kelishga qiynalib turgan edik. Avvalambor biz bu ko'targan deputatimiz Ra'no Ahadonovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zbekiston Shu bilan hurmatli saylovchilar, hurmatli mana shu Maxosa, demak Shayxon mahallasi fuqarolarini, mana shu o'zimizni Maxosa territoriyamizni avtoyo'l rahbari Yaxshimurod akaga ham mana shu yerdagi barcha aholimiz nomidan yaxshi bir greyder avtotransportini berib, mana shu 600 metr demak ta'mirtalab yerlarimizga ikkita katta havo shag'alni to'ktirib tekislagan demak avtoyo'l rahbari Yaxshimurod aka, o'shida xodimlari, Sanjar akalarga butun xalqimiz hamda saylovchilarimiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Ana deputatimizning sharofati bilan ana shu yo'llarimizni ana Ra'no Ahadovna sharofati bilan yo'llarni shag'al tashlab tegishtirdilar. Nasib bo'lsa asfaltdan qilib beramiz dedilar. Shu ham homiylarga rahmat, Iskandar akaga rahmat, ikki havo shag'al berganlar uchun. Ishlariga omad, bola chaqalarning huzur-hayotini ko'rsin. Nima yaxshi niyatlar qilgan bo'lsa, Xudo niyatlarga yetkazsin. Avtoyo'l rahbariga gredil bergani uchun rahmat. Gredilning shoferi Behruzjonga katta rahmat, yaxshi xizmat qildi. Hammalaringizga katta rahmat. Ra'no Ahadovna, sizga omad ishlaringizga. Bola chaqangizni huzur-hayotini ko'ring. Xudo tan-joningizni sog' qilsin. Ilohim har doim shu xalqning xizmatida bo'lib, sizlarni xalqning duosini olib yurishni nasib aylasin. Hammalaringizga omad, ishlaringizga omad bersin. Xudo tan-jonlaringizni sog' qilsin. Bola chaqalaringizni huzur-hayotini ko'ring hammalaringiz. Tez o'raga bu azal chamani